Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, do'stlarimiz, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun Andijon mashina bozoridamiz. Ko'rib turganingizdek, xudo xolasa puli arzon mashinalarni, ya'ni Tikolardan videoroligimizni boshladik. Like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Fikrlarni kommentariyalarda qoldirib o'tishinglar mumkin. Qani bo'lmasa boshladik akalar. Xo'p, 98 ekan. 98 deysiz-a buni? 98 mashina holatlarini ko'ringlar do'stlar. Motor korobka hadovoylar qanaqa? Rasot yo'qmi? Rasotlari yo'q, balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, mana o'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar holatlariga. O'rtacha holatda. Oqidan so'ragan obunachilarimiz uchun 98. Kraska probellar endi bir qopdir. Gaz fazi yo'qmi buni? Bilmaymiz. Kapotni ochib beraymi? Kapotini ham bitta ko'rsatib beraymi? Xo'p, akalar, mana shunday holatda kelishib berasizlar. Qo'llarini bitta ko'rsatib o'taylik-chi. Mana akalar. Motor rasot yo'q dedingizmi? Yo'q, bir kilo rasot yo'q. Motor rasot yo'q asosiysi. Xo'p, endi buni puli qanaqa puli? Buni yaqinlashtirib ayting. Arzon qilib ayting aka. Obunachilaringizga ham Aha. 1300 dan o'tib beraman. 1300 kami bor. O'tib beraman. Variant nasiyalarga nima deymiz? Yo'q, faqat naqqa nima qilaylik, arzon, ammo 1 so'm sarf yo'q. Keyin daveniz chiqaradi. Aha, dokumentlaridan muammosi yo'q. Muammosi yo'q. Hujjatini qilib minsa bo'ldi. Ha. Gap yo'q. 1 so'm sarflamaydi, shunday haydab yuraveradi. Yaxshi, akalar, mashinaning holatini ko'rib turibsizlar, 1300 dan o'tib beramiz deyilyapti. Faqat naqd pulga arzonroq qilib kelishtirib berilar ekan do'stlar. Raqamlaringiz necha edi? 77lik, Aha. 319, Aha. 83, 87. 83-87 raqamlarga telefon qilamiz. Bu ham sizdan. Aha. 99 akalar, ko'ringlarchi. Hadovoylari zo'r. Buni ham keyin chiqaveradi. Yaxshi, holatlariga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Rasotlari yo'q deyilyapti. Yana bir qator tekshirtirib ko'rsatib olasizlar. Mana salonlariga ham o'zingizlar bitta ko'rib baho berishinglar mumkin. Holatlari yaxshi. Benzin, rasotlar, sarishlar yo'q deyapsiz. Qattiq udallari bir kesib almashgan joylari Yo'q, yo'qmi? umuman unisiga javob beraman. Unaqa joylari yo'q. Buni ham 1300 qo'yyapman. Buni ham 1300. Shunda bu bozorcha balandroq qo'yapsiz, shepchi kelishtiraylik bular arzonroq. arzonroq. Arzonroq ham bor. Arzonroq mashinalar ham bor. Bor, ha. Mashina endi haliga o'ziga holatiga qarab qo'yilyapti. Holatiga qarab akalar, mashinani o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Kimga olsa aloqa qilib gaplashib ko'rasizlar. 1300 kami ham bor deyilyapti. Telefon qila olasizlar. Nomeringizni bitta qaytarib berasiz? 77lik. Aha, 77. 319. Aha. 83 87. Bu raqamlarga Mana telefon qila arzon olasiz so'raganlar. Pul arzonidan so'ragan obunachilarimiz uchun 98 a bu. 98 bagajlariga ruxsatlari bor. Bagajga ham ruxsat olish kerak. Ha, ruxsatlari bor. Shunda meni bilaman, motor, korobkalari yaxshi. Yaxshi, mashina holatlariga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Arzon so'ragan obunachilar. Akkumulyatori qani buni? Akkumulyatori ham bor. Akkumulyatori naqli. Olib beriladi akkumulyator. Akkumulyatori bor. Akkumulyatori Bitta aybi olib bor. beriladi. Motor padushka. Shu ayb. Motor padushka qo'yib olsa bo'ldi. Bo'ldi. O'zi rasxot yo'q motorni? Yo'q, xudo xolasa meni bilaman, tayyor mashina. Buni biladigan holatda deyilyapti. Benzin 98. Balonlari ham yaxshi ekan. Mashinaning holatini ko'rdinglar, akalar, yurib turgan mashina. Nech pul deymiz aka? Yo'q. Sizni obunachilaringizga 700 dollarga berib yuboraman. 700 dollarga berilishi. Uzul kesili. Uzul kesili. Kampan bordir, bozori endi. Yo'q, shunday. Shunday holat. Arzoniga deganiga Magazin bahosiga 700 dollarga beriladi. 700 dollarga berib yuboraman. Telefon raqamlari. 77lik, Aha. 319, 83 87. 83-87 ga telefon qila olamiz do'stlar. Xo'p. Bu ham arzonmi yo bu arzonidan emasmi? Propani yo'q, propaniga ruxsatlari bor. Ha, dokumentda ruxsati bor asosiysi. Ha, mana. Gap yo'q. Akalar, mana propan qo'ymoqchi bo'lsanglar, ruxsati bor ekan. Yana ham ekan ham ishlik bo'lib qoladi. Endi propanni ham arzon joyini oladigan bo'lsanglar, bitta to'ldirib olsanglar, nari-mani yuraveradi. Buni ham yurish-turishlari o'ta go'zal. Rasot yo'q-a? Ana yerga sotilibdi-yu. Motor, korobka, hadovoylar nima deyapti? Rasxoti yo'q. Olib sarf qiladigan joylari yo'q. Nechinchi yildasiz buni? 2000-yil. 2000-yil akalar. Buni Serizdan so'raganlarga 1000 dollarga beramiz. 1000 dollarga beramiz. Shunday beramiz. Hali bozor qiladigan emas. Shunday berib yuboramiz. magazin bahosi chiqaradi bundan behijolat dokumentda. 1000 dollar ekan akalar, magazin bahosi. Kimga olsa telefon qilamiz. Raqamlaringizni aytib berasiz. 77lik, Aha. 319, Aha. 83 87. 83-87. Maksimum bor, arzonroq, Tiko'ni puliga berib yuboraman. Xo'p, bo'ladi.
98-yilda ishlab chiqarilgan neobычный svetlaridan do'stlar, mokri asfalt deymizmi? Shunaqa svetlaridan. Holatlarni aytadigan bo'lsak, balonlari yaxshi holatda turibdi. Gaz pasi yo'qmi buni? Hozir bu mashinani Aha. bitta aybi uchida bor holat. Mana shu yerda yengil. Shu yerda bor. O'ziniki bu. Qolgan joylari o'ziniki. Motor hadovoy korobka holatida joyida. deyilyapti. Balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, o'zingizlar ko'rib baho berib berasizlar. Chiroyli holatda, pokiza holatda turibdi. Motor korobka hadovoylar deyish yo'qmi? Umuman olib sarflaydigan joylari yo'q. Ko'p joylar akalar kraskalar radnoy deyilyapti. Dokumentlardan ham olmoqchi bo'lmaydi. Dokumentlari generalnilar chiqaveradi. Generalniy qilib beriladi. Narxini ham o'ta qimmat aytmaymiz, 1650 kami bor. 1650 kami bor. Variant beramizmi yo naqdmi? Faqat naqd pul. Faqat naqd pulga sotilar ekan. Akalar mashinani o'zini holatiga qarab narx aytilyapti. Yana bir qator kelib ko'rsanglar, o'zingizlar bir tekshirtirib ko'rsatib, o'zingizlar kelishasizlar. Telefon raqamlari nechi edi? 99 99 006 006 05 05 33 raqamga aloqa 33 raqamlariga telefon qilaveramiz do'stlar. Mashina holatini ko'rdinglar. Bardovisiga qiziqib yurganlar bo'lsa, 2001-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Ko'ringlarchi mashina holatlarini. Balonlar bosib qo'yilibdi, chiroyli holatdagi balonlari. Aha, kraskalari qanaqa ekan aka buni? Aka, edi-beda bor, lekin kaltagi yo'q, oldi orqasi kaltaklari yo'q. Mashina holatlariga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Gaz pasi yo'qmi aka? yo'q, gazlari yo'q. Nechdangiz bularni? Ha? Yili nechi dedingiz? 90? 2001 mi? 2001-yilda ishlab chiqarilgan ekan akalar. Benzin holatda turgan, chaklari ham ancha tekis mashina ekan akalar. Hop. Bo'ldi, Alloh. Holatini o'zingizlar bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. Ko'rib oladi. Aha. Motor korobka hadovoylar yaxshi. Aka, u tomonlar o'ta behijob. Motor hadovoy hamma o'joy. Dokumenti keyin chiqaradi. Keyin bo'ladi. Yaxshi. Akalar endi bu mashina Tekoga realni qiziqib yurganlar bo'lsa, ko'radigan ekan. Narxi qancha aka buni? Aka, bu narxini 22 cha o'tib beramiz. 22 hozirroq o'tadigan joylari bor. Variant nasiya yo'llariga nima deymiz? Bor. Kelishsa bo'laradi. Yarim puli bo'lsa bo'laradimi? Bo'laveradi. Yarim puli borlarga variant orqali kelishlar ekan do'stlar. Kimga olsa telefon qilamiz. Raqamlaringiz? 93lik 423 33 13. 33 13 raqamlariga telefon qilaveramiz do'stlar. Mashina holatini ko'rdinglar. Savdo bo'lmadimi aka? Yo'q aka, xudo xolasa hozir keldik. Hali savdo bo'lmadi. Hali savdo bo'lgan. Yaxshi do'stlar, telefon qilaveramiz mana. Mashinani arzon beramiz, lekin bitta sharti bor. Bozor bo'yicha arzoni, lekin bitta sharti bor ekan. Akalar, mashinani nominglarga o'tkazib olishinglar kerak ekan. Svetlari ham neobычный svetlardan, mashina holatlariga o'zingizlar bitta baho berib bersizlar. Balonlar o'rtacha holatda, nimalar yopishtirib qo'yilgan. Nechinchi yil bu? 98 gazi bor, ruxsati bor. Motor korobka hadovoy. 98 gazi bor, ruxsati bor. Holatlariga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Kraskalari ham bir qator sepadigan joylari ham bor ekan. Gazini bitta ko'rsatib beraylik, orqasini ochsak bo'ladimi? Bo'ladi, orqasini ochib. Propan. Motor korobka hadovoylar yaxshimi? Hamma yo'g'i zo'r, rasxodlari yo'q deyilyapti akalar. Mana propan gazlarigacha bor. Propan kattasidanmi bu? Nechtalik bo'ladi? 35 talik kattasida. 35 talik bo'ladi. Yaxshi. Endi bir aytaylik narxini, qancha endi arzon? Narxini Ancha arzon mashinalar so'ngga qildim. Narxi eng arzoni shu $550 beramiz. 500 soatga 550 dollarga beriladi. beradi. 500 ga ham berib yuborsak bo'lmaydimi buni? Yo'q, 500 ga beramaymiz. 500 bo'lmaydimi? 550 dollar ekan akalar, haqiqatda bozordan arzon, lekin 700-800 demadik. aha, Oladigan odam yengilroq $550 ga beradi. Faqat Xo'p, bo'ladi. oformlanaga bo'ladi. Oformlanaga bo'ladi. Yaxshi, telefon raqamlar. 94lik Aha, 602 aha. 5702. 5702 raqamlariga aloqaga chiqaveramiz sizlarga mana. Do'stlar, 2004-yilda ishlab chiqarilgan Tiko'ni ko'rganmisizlar? Tiko'larning oxirgi avlodlaridan. Shundan keyin akalar Tiko liniyasi yopilgan avtosanoatda. Bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. Lanjron holatlariga motor korobka hadovoylari yaxshi holatda turibdi. Balonlari ham yaxshi holatda. 2004 akalar salonlariga ham alohida e'tibor qo'yilgan. Chiroyli pokiza holatda turibdi.
Kraska probeylari bir qopmi yo bir qop pasmi? Kraska probeylari akalar bir qop. Mashina holatiga o'zingizlar shunday holatda turgan holatda kelishib baraka qilib qo'yaverasizlar. Bunga aka gazga ruxsat bormi yo'qmi? Yo'q, gazga ruxsat Olib ham bo'lmaydi, lekin gazga ruxsat olib bo'lmaydi. Xo'p, kraska probeylari bir qop. Motor, korobka, hadovoylar qanaqa? Motor krasotlar yo'q unda. Rasxotlari yo'q. Buni endi eng qiziq tomoni shu, narx qancha? Endi oshna buni sizga 1800 dan ozgina tushib beramiz. 1800 dan qilib beramiz. Aha. 600 puli, 500 puli bo'lsa, telefon qilsa, o'zimiz 5-6 oyga variant kelishamiz. 5-600 puli borlar bemalol aloqa qilsa, Nasiya savdoga kelishilaradi. Yaxshi akalar, mashina but-butun holatda ekan. Kesib ulangan joylari yo'q, xudo xolasa. Kesib ulangan netgan joylari yo'q. Mashina xo'p bo'ladi. Bunisi ham sizdanmi? 2000 ishlab chiqarilgan. 2000-yil ishlab chiqarilgan Niabishning svetlarida Perla motor deydi, xullas bir boshqacha svetda akalar. Mashina o'zida ko'ringlar. Motor rasxoti yo'qmi? Yo'q, motor krasot. Motor, korobka rasxotlari yo'q. Kraskasi bor. 20% kraskasi bor deylar. Spark rollar qo'yib qo'yilgan ekan. Salom holatlarini ham o'zingizlar bitta ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Kraskalarchi 20% esa probeylari ana emasdir endi. Probeylari bir qop. Asosiysi motor rasxoti yo'q deyapsiz. Hadovoy korobkalar ham yaxshi. 2,5 mingdan ozgina o'tib beraman buni. 2,5 ming. Ha. Nima qimmat? Puli borga zo'ri bor oshna. Gap yo'q ekan akalar, 2,5 ming kami ham bor ekan do'stlar. Kimga yoqsa telefon qilamiz, mashinani o'zingizlar ko'rib tekshirib olasizlar. Gempen любой dokument ketadi. Har kuni chiqadi xohlasiga. Raqamingizni bitta qaytarib berasizmi? 99 Aha. 362 Aha. 63 32. 63 32 raqamlariga. Dokumenti bor bu. Bu propanga dokumentini o'zi bor, propan yo'q lekin. Mana bor, yozilgan bo'lgan, hozir ham bor. Ha, propan dokumentlari bilan ekan, xullas. Nechta yilni? Yili necha dedingiz? 98. Mashina yaxshi ekan. Bu yonboshdan bitta ko'rib qo'yaylik. Mana akalar, bunday o'tirsanglar, mashina anchagina приятный holatda. Endi uyga olib kirsanglar ham haqiqatan mashina olibsan, bolam deydiganda bu akalar. Hop. Mashina pokiza qilib qo'yilgan. Mana. Motorlarni ham yuvib chotga qilib qo'yilibdi. Rasxoti yo'q-a? Yo'q, krasotlar yo'q. Olib sarflaydigan joylari yo'q. Xo'p, kraska probeylar doimgidek. Kraskaga probega bir qop temir oshna. Yaxshi. Narxini qancha aytamiz bunga? 2300 dan ozgina o'tib beramiz. 2300. 600-700 pulim bor aka. Ashningiz aka, iminni ashningizni aka yoqdi menga. Aha. Menga aka 5 oyga variant qilib bering desa. 600-700 puli borlar bo'lsa, Nasiya savdoga ham kelishib beraveramiz. Aka, bu bozorda o'zi qimmat mashinalar to'playapsiz. Arzon mashinalar bormi yo'qmi? Bitta qoldi. Endi oshna bo'lgan 600 dollar beraveramiz shuni. Bardoviy. Ha. Bitta ko'rib ochami? Ochami? Ochiq. Ochiq bo'lsa bitta ko'rsatib beraylik. 99-yilda ishlab chiqarilgan Tikolardan ko'ringlar akalar, Bardoviysidan. Mashinaning holatlarini aytadigan bo'lsak, o'zingizlar ko'rib bitta baho berib berasizlar. Holatlariga. Mana do'stlar. Aka, motor rasxotlari yo'qmi? Yo'q, rasxot yo'q. Motor, korobka, hadovoylar yaxshi. Olib sarflaydigan joylari yo'q-a? O'z mingan mashinami bu? Yo'q. Akamiz mingan. Aha, foydalanishga sizlarga. Spark rollar qo'yib qo'yilgan. Probeylar hisob past endi. Probey kraskalarchi kraskalar. Kraskalari ham bor, lekin polniy emas deyilyapti akalar. Ishlariga mana ko'rib turganingizdek polniy. Xo'p, motor korobka hadovoylarida rasxoti yo'q deyapsiz. Bu dokument chiqaradi. Dokument Gempen qilib beriladi. Keyin ham Puli qancha buni aka? 1700 deyapti. 1700 kami bor. Nasiya qilib beraverasizmi yo naqmi? Yo'q, nasiyaga chiqmaydi-ku, naqd qilib beramiz. Faqat naqd pulga. Yaxshi. Do'stlar, aloqaga chiqa olasizlar. Faqat naqd puli sotilar ekan, 1700 dan o'tib beramiz deyilyapti. Telefon raqamlaringiz? 93li. Aha. 908 Aha. 26 68. 26 68 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Mana holatni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Nech pul bermadingiz endi bozorda sir bo'lmasa? Hali so'ramadi endi. Hali so'ramadi. Yaxshi. 2000-yilda ishlab chiqarilgan Tikolardan ko'ringlarchi do'stlar. Bunga sonzashni tortilganmi? Hamma yo'g'i bor. Bitta boshqacharoq olibdi. Kondisioner ham ish qilib? Yoshligida bo'lgan olgan. Yaxshi. Xo'p, 2000-yil ekan akalar. O'z nomingizda bir qo'l ekan. Egasini o'zidan. Egasini o'zidan. Motor korobka hadovoylar qanaqa? Hamma yo'g'i bor. Yurish turishlari Rasxotlari yo'qmi? yo'q. Navrotlar Rasxotlari yo'q, balonlari ham yaxshi holatda turibdi.
salon holatlariga Spark qo'yganmiz, Malibu rollar, tayyor. yaxshi, lekin oynalar elektron qilingan ekan. Tiko burchlar o'ziga zo'rini qilib oladi-yu, ash Tikodan-da mana. Yo'q, saralanganini o'zinglar olib qolganinglardanmi? Nima sotib yuboryapsizlar buni? Kattaroq mashina qilmoqchi. Aha, yaxshi. Gaz qo'yilmagan. Gaz qo'yilmagan. Kraska probelari hisobi buni yo endi bir qopmi? Probiga 216 ming halol. 216 Kraska ming. 20% petnosi bor. Yaxshi. Kalinkalarda bor, mayda-chuda. Ha, rasot yo'q Asot deyapsiz. umuman yo'q. Puli qancha buni? Pul 2300 dan ozgina o'tib beramiz xayriga. 2300 kami bor. Nasiya savdo qilib berasizmi yo naqdmi? Tiko bo'lsa o'rin-o'ringa barter qilamiz. Tiko bo'lsa. Damas 1, Tiko bo'lsa o'rin-o'ringa barter. Barterga kelishib Barterga beramiz. Yaxshi. Raqamlaringiz necha edi? 94. Aha. 602 Aha. 5702. 5702 raqamlariga telefon qilamiz do'stlar. Bu nech pulga bermayapsiz endi buni? Buni o'tgan bozor 2000 qilishadi bermadik. 2000 ga bermaysiz. Bermadik. Gap yo'q lekin akalar 2000 dollarga berilmabdi Tiko. Navbatdagisi ham 2000-yilda ishlab chiqarilgan ekan akalar. Bularga lekin bu mashinalarga sarflab qo'yilgan mashinalarga realni pul arzon bo'lmaydi. Pul arzon mashinalar endi qanday bo'lsa shunday holatda chiqadigan holatdagi mashinalar. Ochilmayaptimi bu? O'zingiz ochib berasizmi? Xo'p, mana akalar. Old holatlariga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Ustalar bo'lsa motor asotlari yo'qmi? Yo'q. Motor korobka hadovoylarida asotlari yo'q, umuman tormozigacha qilib qo'ydik. Balon, tormoz, hamma yo'q. balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Salonlari Mana asotlari yo'q akalar mana. Mashina holatlarini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Orqa shifkan, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Salonlar akkuratlik qilib yangitdan qilib qo'yilgan, asfaltga qilib tifini qilib qo'yilgan ekan. Xo'p. Kraska probelari endi bor, temir bilan. bir qop. Pulini arzon ayting unda aka. Pulini 1300 dan ozgina xayrini qilib beramiz. 1300 dan ozroq o'tadigan joylari bor. Nasiya savdolar qanaqa? Barter bor. Barterga nasiya yo'q, barterga Barter bor. kelisha olamiz. Tikosini ustidan barter qilaveramiz. Damasni tikosini ustidan barter qilaveramiz. Kelisha olamiz. Kelishib Yaxshi. Raqamlar necha edi? 94. Aha. 602 Aha. 5702. 5702 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Savdo bo'ldimi, bo'lmadimi? Yo'q, hali savdo bo'lmadi. Hali savdo bo'lmadi akalar. 1300 dan o'tib berilar ekan. Telefon qila olamiz. 99-yilda ishlab chiqarilgan Bardovisidan do'stlar, bitta ko'ringlarchi. Mashina holatlarini ko'rsatib o'tamiz, yo'q bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana Langeron holatlariga bitta baho berib qo'yasizlar. 99 lekin akalar bu ancha tekis ekan. Motor korobka hadovoylar yaxshimi? Rasot yo'qmi? Yo'q. Rasotlari yo'q. Motor qilib qo'yilgan ekan. Salonlarni ham o'zingizlar bitta ko'rib baho berib bersizlar. Probelari ham hisob shekilli 256 ming. Probelar o'zinikimi, tog'a? 256 ming. Kraskachi? Bitta krilo, bitta kapot. Bitta krilo, bitta kapotda kraskasi bor ekan, xolos. Demak, akalar mashinaning narxi baland bo'ladi. Agar arzon deb o'ylab turgan akalarimiz bo'lsa, mabodoga benzinda Tikoga realni qiziqadigan odamlar buni puliga Matiz ham beradi, yaxshi Matiz. Ha, o'zi ko'rsatdim, tog'a mashina o'zi aytib turibdi. Pulini bir kelishtirib aytasizmi? Yaqin qilib 2300 kami bor. 2300 kami bor. Variant nasiyalar bormi yo naqdmi? Faqat naqd pulga kelar 2300 kami ham bor ekan. Endi realni Tikoga qiziqib yurgan bo'lsangiz aka, ajoyib variant sizlarga. Telefon raqamingiz nechi? 91 479 19 66 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Mana mashina holatini ko'rdinglar. Tog'a nech pulga bermadi, sir bo'lmasa, naq sanagani bormi? Endi uni kelishadi. Telefon qilsa kelishiladi, ha? Ko'p tushmaysiz. Yaxshi. Xo'p bo'ladi, mana telefon qilasizlar. 2002-yilda ishlab chiqarilgan Matizlardan ko'ringlarchi do'stlar. Pulini arzonroq beraveramizmi aka? Yengiroq beramiz. Puli arzonidan. Holatlarni aytib o'tadigan bo'lsak, oldin qizil bo'lgan ekan bu. Ishlari qo'yni qizil olgan, sepilmagan, tashqi sariq xolos. Ha, tashqarisi sariq. Balonni almashtiradigan vaqtlar kelyapti ekan. Salonlari ham o'rtacha holatda, qip qizilidan. Metallari bor-a? Metallari bor. Mana metallari bor. Chiqadi. Qattiq udari bir kesib almashgan joylari yo'qmi? Old orqalari bor. Bunaqa joylari yo'q. Old orqalari butun. Mashinaning holatlarini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Olib sarflaydigan joylari yo'qmi aka? Motor, korobka, hadovoy, gench qoladi. Gench qoladi. Dokumentlarda muammosi yo'q. Yo'q. Narxi qancha buni? Buni narxini
$1350 kamini qilib beramiz. 1350 yana kami ham bor ekan akalar. Ozgina Pikodi beramiz. puliga bosib oladigan joy ekan, ham metanda yuradi. Kimga yoqsa aloqaga chiqamiz do'stlar, telefon raqamlar. 99lik Aha, 006 aha. 0533 raqamiga aloqaga chiqish. 0533 ha. Bu Yenidan raqamlarga beramiz. telefon qila olamiz Dastlabkilari do'stlar. bu. Mashina holatini ko'rdinglar. Dastlabkilar ham qilib beriladi. Dastlabkasi bu. Yaxshi. Bozor savdo qiladimi? Yo'q, endi keldik. Endi keldi, hali savdo bo'lmadi. 99-yilda ishlab chiqarilgan neobishniy tikolardan akalar. Ko'ringlarchi, 2026-yilda 2 xil svetli mashinalar trend bo'ladi deyilganmidi? Mana 2 xil svetli tiko akalar. Mashinaga ko'rib o'zingizlar bitta baho berasizlar. O, aka bu вообще har rang ekan bu mashina. Tashqarisi oq, tomi qora, ichi ko'k. Dokumenti oq. Motor garobga hadovoylar qanaqa? Gap yo'q lekin. Bu stoygalari maloshni ekan. Bu nima bu svetofor qilinganmi aka? Apshipkalarni qaranglar, akalar samakilar kanallar urib qo'yibdi akalarimiz patologlargacha. Motor garobga hadovoy deyish yo'q deyapsiz aka? Orqa holatlarini ham o'zingizlar bitta ko'rib berasizlar. Mana akalar har rangligidan minaman deganlar bo'lsa, mana akalar bu 3-4 xil rangli tiko akalar. Xo'p, aka buni sarflari yo'q deyapsiz. Yo'q. Keyin qilib beraverasiz. Keyin bo'ladi. Buni puli qancha? $1100 berib yuboraman. $1100 beriladi. Kami ham bordir endi buni. Barakasiga o'tadigan joylari bor akalar. $1100 berilar ekan. Kimga olsa telefon qilamiz. Raqamlaringiz 97lik 97 996 996 4452. 44-54 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Mashina holatini ko'rdinglar. Savdo qancha bo'ldi? Naq puliga? 900 ga bermayapmiz. 900 ga naqqa bermadingiz, pochta kelishlar-a? Yaxshi do'stlar, telefon qila olamiz mana. 99-yilda ishlab chiqarilgan seriyasidan do'stlar, ko'ringlarchi. 99 holatlarini aytib o'tadigan bo'lsak, o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Mana akalar. Lanjron holatlari, motor korobka hadovoylar qanaqa? O'ta go'zal. Rasxotlari yo'qmi? Rasxotlari yo'q deyilyapti akalar. Salon holatlariga ham o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Chiroyli holatda turibdi. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rishinglar mumkin. Kraska probelari ham bir qop tur-a? Bir qop temiz. Yaxshi, asosiy motor rasxoti yo'q dedingiz-a? Gen qilib beraverasiz. O'zimizni nomimiz. Yaxshi. Pulini qancha aytamiz? Bo'ladiganini aytsa 1200 ga beraveramiz. 1200 bo'lish. Kami ham bordir endi bozoru. Ozmos xayriga. Hozirroq o'tadigan joylari bor. Telefon raqamlaringiz? 88lik 88 995 Aha. 4111. 41-11 raqamlariga telefon qila olamiz. Akalar, mashina holatini ko'rdinglar. Bozor nech pul qilyapti? 1000 atrofida savdo bo'lyapti akalar mana. Korobka hadovoyisi. Arzon-omadsiz so'ragan obunachilarimizga 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'ringlarchi do'stlar. Holatlarni aytib o'tamiz, yoqib qolsa aloqaga chiqarasizlar. O gidravlikalari bor ekan mashinani. Motor holatiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Motor korobka hadovoylar qanaqa? Rasxotlari yo'qmi? Balonlari o'rtacha, rasxotlari yo'q deyilyapti. Salon holatlarini ham o'zingizlar bitta ko'rsanglar bo'ladi. Oyna ko'tarib tushlar, mexanический bo'ladi. Aka qaysi kanal? Arzon bozor aka. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Probelari qancha buni? Probegini Probellar hisob pastura 300 ming yuribdi. 300 ming yurgan probeg kraskasichi. Kraskasi bu. Necha foiz atrof? Qattiq urilib netgan joylari yo'qmi? Oldi orqa pechat qattiq sidrasin, kaltagi yo'q mashina. Umuman kaltagi yo'q oldi orqada. Yaxshi. Mana shu ikkita eshigida bo'lishi kerak mana shu. Ikkita eshik mana mashina kraska bo'lganga o'xshab turibdi o'zi. Aha. Rasxotlari qanaqa? U olib pullar sarflaydigan joyi yo'q, keyin chiqaradi. Keyin chiqaradi. Shunday meni Keyin chiqaradi. Pulichi? $2000 deyapman. O'tib beraman. 2000 kami bor. Kami bor. Variant nasiyalar bormi yo naqdmi? Yengib berib yuboraman, ha. Faqat naqd pulga sotilar ekan do'stlar. Kimga yoqsa aloqaga chiqamiz. Mashinaning holatini ko'rib turibsizlar. Telefon raqamlaringiz? 77lik Aha. 319 319 87. 83-87 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Mashinaning holatini ko'rdinglar. Hech pul bermaysizmi? Pul sanagan bo'lmadimi? $1725 ga bermadi. 1725 ga bermadingiz. Yo'q, kam. $25 kam. Ha, 25 kam 1700 ga bermadingiz. Berilmadi bu. Naqqa. Naqqa. Yaxshi do'stlar, aloqaga chiqarasizlar, holatini ko'rdinglar.